Hadis bor. Taqiqlangan luqma yegan har bir tana olovga ko'proq loyiqdir. Bu juda xavfli. Dalil istaysizmi? Odamlarga qarang. Ularning aksariyati qarzdor. Nima uchun? Chunki ular o'z darajasidan yuqori yashashni xohlashadi. Uning hashamatli yashash uchun puli yo'q, lekin u qarzga botadi. Biznesmen sifatida yashash uchun kredit oladi. Bizda bir maqol bor. Oyog'ingni ko'rpangga qarab uzat. Ya'ni bo'riga qanoat qilib yashang. Bu sharmandalik emas. Bugungi kunda hamma biznesmen bo'lishni xohlaydi. Halol yoki harom farqi yo'q. Asosiysi ko'proq va yana ko'proq. 29 yoshli yigitning bir necha ming dollar qarzi bor. Nima uchun? U savdogar bo'lishni xohladi. Haqiqiy xotirjamlik qanoatdadir. Masalan, bir baliqchi ertalab baliq ovlardi. Bitta yoki ikkita ushlab uyga qaytardi. Bir do'sti unga qarab, "Nimaga kechki vaqt ham ovlamaysan?" Baliqchi esa, "Nima uchun?" "Ko'proq ovlash uchun." Keyinchi sotish uchun. Keyinchi puling ko'p bo'ladi. Keyin qayiq sotib olasan va ko'proq baliq ovlaysan, puling yana ham ko'payadi. Ikkinchisini sotib olasan, ishchi yo'llaysan, yana ko'proq ovlaysan. Ko'proq pul bo'ladi. Uchinchi qayiq sotib olasan, to'rtinchisini, beshinchisini, keyinchi shunday qilib dam olishing mumkin. Men shundoq ham dam olyapman debdi. Mana qayerga jamiyat bizni tortadi. Ammo chinakam shukr qilganlarning barchasi ham millioner emas. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytganlar, agar odam bolasi bir oltin vodiysiga ega bo'lsa, u ikkinchisini xohlaydi va uni yerdan boshqa hech narsa to'ydirmaydi, ya'ni qabr. Shuning uchun mamnunlik buyuk inoyatdir. Agar biror kishi bor narsadan mamnunman desa, Allohga hamd va sanolar ayting. Bunday inson xotirjam bo'ladi va vaqtini tartibga soladi. Bugun odamlar ertalabdan kechgacha, kechdan ertalabgacha ishlashadi. Hammasi to'y qilish uchun, pul uchun va pul paydo bo'lgach u ikkinchi, uchinchisiga uylanadi. Ey odamlar, bor narsangizdan mamnun bo'ling. Axir sizda bor narsa boshqa odamning orzusi bo'lishi mumkin. Ko'rganda ko'rishguncha.